otalarimiz, onalarimizdan iltimosimiz, har namozingizda kaftingizni qo'l ochib duo qilganingizda ilk bor yurtni haqqiga duo qiling. Alloh yurtimizni yomonliklardan o'zi asrasin. Vatan yigitlarga meni aytadigan so'zim, yurtni yaxshi ko'ring. Vatanga muhabbatli bo'ling. Bu xalqni e'zozlang. Allohga shukrki biz tabarruk yurt, ulug' xalqni farzandimiz. Bizni qalbimizda qay tuproqda yashayotganligimiz, qanday ulug' xalqning farzandi ekanligimiz g'ururi har bir yoshda bo'lishligi kerak. Tarixga bir nazar solaylik. Imomi Buxoriy, Imomi Termiziy, Ahmad al-Farg'oniy, Muhammad Xorazmiy, Abu Lays Samarqandiy, Burxoniddin Marg'inoniy kabi buyuk allomalar chetlarda tahsil olsalar-da, asosiy umrlari chetlarda o'tgan bo'lsa-da, o'z yurti bilan taxallus bilan ijod etganlar. Buxoriy, Shoshiy, Samarqandiy, Nasafiy, Marg'inoniy nomi bilan o'zini yurtiga bo'lgan muhabbatlarini shu bilan izhor qilganlar.